Voy, mani bonkecham bo'laqa. Aka, shoshilurmang. Voy, bonkechamman. Tezroq harakat qilmasang semirib ketasan. Ketdi. Aka, nimaga ko'p katta qiz bo'lsam ham erkalayverasiz? Voy, bitta sinimsan. Seni erkalamasam kimni erkalayman? Rahmat, bo'pti akajon, men ketdim. Bonkecha. Aqlli qiz bo'lib yaxshi o'qigin, xo'p? Hayda ofisga. Menga qara, import qilayotgan behamat suvlarimiz iste'molchilarga yoqyaptimi? Albatta, behamat suvlariga hozirda talab juda kuchli. Ayniqsa, Shotutdami ko'pchilik yoqyapti. Yaxshi. Ishingni qilur. Shef, oldingizga odam kelgan. Chaqir. Qadrdon. Assalomu alaykum. Keling, assalomu alaykum. Muomala. Yaxshimisiz, aka? Marhamat. Rahmat. Gapi indorlosi, singizni qo'lini qachondan beri so'rayman. Siz ham o'zimizga o'xshagan ziyoli ishbilarmon o'ziga to'q oiladansiz. Qarindoshchilik rishtalarni bog'lasak, bizneslarimizga ancha yaxshi bo'larmidi? Menga ma'qul. Sizdek odamni kuyov qilmasam, kimni ham kuyov qilardim? Siz kimga so'ch qo'yganingizni bilasizmi? Nima ish qilasiz o'zi? Shu zavodda oddiy ishchiman. Zavodding? Ming uzr. Men keta qolay. Tushungan odam ekansiz. Chiqdingmi o'qishdan? Chiqdim, rosa charchadim. Voy, assalsinim. Hozir o'zim olib ketaman. Aka, o'zim ketaman Ey, aka. meni gapimni ikkita qilma. Bonkecha, hozir boraman. Bo'ldi, xo'p, tushundim. Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Menga qara, bonkecha. Xullas, senga ikkita so'ch keldi. Bittasi puli ko'p, boy, takoy. Bittasi bo'lsa oddiy zavod ishchisi. Men hech qanaqa javob bera olmadim. Ikkalasini ham o'z ko'zing bilan ko'rishni xohlayman. Xo'p, ketdik. To'qlikka sho'xlik deb shuni aytsa kerak-da. Hayda. Bonkecha. Ikkalasini ham ko'rdim. Nima deysan? Akajon, menga ota o'rnida ota, ona o'rnida ona bo'ldingiz. Men siz tarbiyangizni oldim. Agar rozi bo'lsangiz, otasiga mehribonlik qilayotgan insonni tanlagan bo'lardim. Xudoyim o'zingga shukr. Shunaqa singil berganing uchun. Meni ham tanlovim shu edi. Bonkecha. Ketdikmi? Onam menga tashlab